Nissan L9 avtomobiliga oldidan DTP bo'lgan, buni 25 ta detal qilib beryapmiz akalar. Qaranglar. Bitta sanab ko'rsatib o'taman. Radnoy detal original zapchastlarni qilib beryapmiz. Oldiga bamper, motoriga защитник, cooler крепление, qarg'a, datchik, sensor datchik, bitta oldi faralar, ikkita oldi fara, tagida oldi fara lazeri, o'rtadagisi va yonbosh chap o'ng farasi originali bo'ladi akalar. Bu ko'rganda bo'ladi. Natgrenliklari ikki tomon va bitta baka o'yini o'ng tomonni qilib beryapmiz. Va bitta patgrenliklar ikki tomon originali. Deko'sariz va intercooler ikki tomon bu ham. Akalar, hozirgi kunda Nissan L9 avtomobillari uchun 15 kun, 20 kun qarab o'tirishingiz kerak emas, mana shuni. Nalichkada zapchastlari qilib beraveramiz akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 15 kun, 20 kun kutmanglar akalar. Nissan haydovchilar 15 kun, 20 kun kutishlarga yarashmaydi. Like, podpiska esdan chiqmasin. Nissan L9 bor akalarga yuborib qo'yamiz.